Motivatsiya so'zi. Motivatsiya so'zini qayerdan yodlab oldingizlar o'zi, jalab. Bu 8 yil oldin men postlar yozardim Instagramda motivatsiya. Mujik, erkek, mujik сказал. Hozir har ikkinchi odam mujik deb muloqot chiqadigan bo'lgan. Mujik. Mujikka u gapi mujik bo'lish kerak emas, uni postupkasi mujik bo'lish kerak. Mujik uyda yotib olib 5 ga 1 urib turib motivatsiya bering. Bugun bundan oladi motivatsiyani jalab, ularning giroylari ham ko'p jalab. Ertaga bundan oladi motivatsiyani, bir kun Taysondan oladi, bir kun jalab UFC'dan oladi, bir kun bilad Azestate'dan oladi, bir kun dollar va millionerdan oladi. Hamma unga motivatsiya должен jalab. Bu dalboyob uyda hech kimga hech narsa должен emas. 5 ga 1 urib turib charchab oladi ekan, uxlab qoladi. Motivatsiya yo'q narsa motivatsiya. Motivatsiya bir yonadi, o'chadi. Boks qilib o'tirsang, boksor bo'lib qolging keladi. Urmaysanmi? Bu yo'qki, bu postani koptini ko'rib o'zingizchani Ronaldoga o'xshab harakatlar qilib qolasiz. Lekin u motivatsiya bir yonib o'chadi. Xuddi bitta qizni itargisi kelganda bitta uyg'onadi-yu. Disiplina birinchi o'rinda. Disiplina. Oltinga teng narsalarni gapiryapman. Bilaman, buning foydasi yo'q. Disiplina, постоянство, har doimlik, muntazamlik keshib o'tadi motivatsiyani. Har kuni bir xillik, zaybal yo'q qilish kerak. Erimoma yo'q qilish kerak. Uyqum kelyapti, yo'q, turpidaras bor qilish kerak. Mana shu qilaverib, oxiri jalab o'sha omadan esan ko'tagansan, zaybal qilding. Keyin onang nima ko'rdi, keyin beradi sizga shu narsani. Motivatsiya bering. Motivatsiya gap bormi? Bularga gap bilan quloq bilan jalab. Cho'lkami jalab hozirgi bola quloq bilan yaxshi ko'radi. Unga yaxshi gap gapirish kerak, boshini silab. Biz boshini silab qizlarni tarardik yaxshi gap bilan. O'g'il bolasizlar. To'q qil. O'xshamadimi? Hech narsa qilmaydi. Tajriba orttirasan. Disiplina. Har kunlik, muntazamlik, zaybal bo'lsa ham yana shu narsalarni qilish, yana o'sha mashg'ulotni qilish yoki yana o'sha ishga borish, yana o'sha bilet klaviaturani oldish, kompyuterda shu programmani yozish, постоянство, har doim. Attachment qilishingiz kerak. Motivatsiya. Jala, senga nima bilan? Butun dunyo motivatsiya долженmi, jala? 4-5 ta hayotda tashaqqa erishmaganlarni to'folasida motivatsiya oldim shundan. Olgan bo'lsang, bilib berib qaytarib olaysiz-ki. 200 lamachi u senga hech narsa bergani yo'q. U uzoqdan olib kelib o'zini jala bir kursini tiqmoqchi, ko'tingga itarmoqchi shu ham. Do'st, Instagramda hattoki men ham dajalar tirikchilik qilaman, konkurs qilaman. 15-20 ming dollar qoladi. Bu yerda deyarli o'sha blogerlarning 99.9% hammasi manfaat bilan ish qiladi. Deyarli 100% demadim. Betimga urmaydi. 90% deylik, mayli. Hammasiga manfaat borki, yuribdi shular. Xotinni ham olib chiqayotgani ham manfaatdor, erini olib chiqayotgani ham manfaatdor, ehson qilayotganlar endi 97% jalab manfaatdor. Jalab 20 yoshga to'lmagan bolacha jalab 400 ming dollarga hovli olgan, uy olgan bilak, ehson qiladi 3 yildan beri. Bilak yig'lab, do'stlar, mana shu odamga yordam berish kerak. O'zi jiyalab, qo'li faqat kapak urgandan mas'ul bo'lgan hayotda. So'rash sen shunchalik nejniki itarging keladi haligi bolachadan. Chiqib turib, onajon, siz bizdek o'g'lonlar bor dunyoda. Siz arava tortib yuribsizmi bozorda? Kameraga, hurmatli do'stlar, mana shu onaxon arava tortib yurgan bir zamonda biz hoji erkaklar, birodarlar mana shu kartalarga 10 ming so'm, 15 ming so'm jannatga viza olish uchun pul tashamasak, qanaqa inson bo'ldik? Aka-ukalar g'amga muzikani berdi bu yoqdanki, haligi yuraklar larzaga kelib, bu yoqda o'tirgan odam to'g'ri aytasan uka. Shuncha yil yashab itarmaganim qolmabdi. Kiymagan kiyimim qolmabdi, bolalarim qorni to'q. Xolodilnikda sichqon o'zini osib qo'ymagan. Shu onaxonga yordam beraylik. Ketdi jalab, ani valadi zino bilan o'zining kartasini qo'ydi. Ketdi u ham. Ertasi kuni onaxonni oldiga bordimi? Nima bo'ldi? Aravani o'rniga bityapti, uy olib berildimi? Toshkentning Mirobod rayonidan bir 100 ming dollar yig'ilgan bo'lsa, yo'q. U keyin ertasi kuni boshqacha ish bo'ladi. Onaxon, savuzni sotyapsiz. Do'stlar, bu onaxonni farzandlari qanday yashaydi bu dunyoda? Ovozda keladi bu yerda. Bizdezda cho'chog'ini bor-ku, bilak yozib olishyapti-da, bilib turibman-da. Mana shu ting nerv tolalari qiyshayib mana shu. Ularga ko'z yosh ham kelaveradi jalab, ko'z yosh ham bilan. Men shuncha uy qurib, shuncha yaxshiliklar, shuncha ishlar qilib, mayli. Peslashmas, postman, misol keltiryapman-da. 2 ta yo 3 ta ehsonda yig'laganman, chunki yosh bolachalar qishda yuzi kuyib ketgan qizaloq bu yoqdan shamol uryapti, oynani salafandan teshib yopib qo'ygan. Bu yoqda kuyib ketgan yuzi.
o'tira olmadim, bir sekund ko'zimga yosh chiqib ketdi, shuni ham o'zim yig'ishtirib oldim, kameraga qarab yoqqa chiqib ketdim. Yo'q, ular jalab o'tirib oladi bular. Bu ko'z yosh ham tugamaydi bularda. Ko'tini chimchiraydimi kimdir? Jalab buni yig'lab. Ko'p soloqmondek erkak bilan. Yana har kuni keladi ularga yig'i ham, yig'loqmi? Jalab har kuni keladi. Ko'z yosh ham qatdan keladi, zakazga keladimi yo kartaga tushayotgan pullarni balansiga qarab keladimi? Bu kelyaptimi? Hani o'ng qo'liga nima bo'lyapti? Kelyaptimi? Yig'lang. Do'stlar, shu onaxonni ko'pchilik o'zi bilan bitta samolyot bileti bilan haj safari rosa tursa $2000 turadi. Bir hafta hali kampirni qiynab, bo'g'ib, onajon yig'lang, men bilan qo'shilib tushmayapti-ku pul. Onaxonam, bolam, meni eng katta orzuyim shu joylarga borish. Bitta o'g'lim o'tib ketdi, sudga boraman deb. Onajon, xavotir olmang. Shuncha o'g'lonlaringiz ko'rib turibdi, mana 700 ta qo'y baylab olganman o'zimga. Qo'ylar ham shirlab. 2 oydan keyin ani chiqib tabriklashingiz mumkin. Men ham niyatimga yetdim. Hayotda ishlamagan hech qayerda jalab. Hayotda bir biznes, bir ko'tarib ish qilmagan. Mana bu uchastkani ota-onamga sovg'a qildim. Qayerda? Deydigan odam yo'q. Bu bitta yo'nalish aytayapman sizlarga, bitta yo'nalish. Blogerlarning yo'nalishlari ko'p, bu bitta yo'nalish. Endi qimor-pumorlarni gapirmadim. Sochim oqarib ketdi, gapiraverib, oxiri tan berdim. Ular gapga ustilagan. Ularga men gap topib bera olmas ekanman. Qimorni reklama qilganlar bilan umuman ishim ham yo'q. Ular meni yomon ham ko'rmasin, yaxshi ham ko'rmasin. Men ham ularni yomon ham ko'rmayman, yaxshi ham ko'rmayman. Bilgan bo'qini yesin hammasi. Menga desa jalab oilaviy reklama qilmaydimi? Ularga foyda yo'q. Bularga ham gapirishda foyda yo'q. Yo'nalishlari ko'p-da bularni. Buni hammasi haqida kontent qilgim keladi. Amerikadagi Evil Shohga o'xshab, polniy vujudim va vajohatim bilan, aktyorstva bilan ko'rsatib, o'rnidan turib ularni xatti-harakatlarini ko'rsatib, ani tonki joylarga urib qo'yib turib, so'zni oxirida bitta sekinlashtirib qo'yib, kriptonitni muzikalarni qo'yib olgan chaqmog'i chalib olib turib, shunaqa deb muomalalarga ko'rsatkim keladi. Prosta oxirgi payt tinchlikni xohlab qolganman-da. Yaxshi-da. Hozir yana el og'ziga tushib qolsangiz, yana sentr nimada bo'lib qolsangiz, sen tvar bizlardan emassan, sen boshqachasan. Senga yozib qo'ygandaqa yashamayapsan, ramkani ichida yashamayapsan. Bizga o'xshab hamma aytgandaqa yashashing kerak. O'zi hamma ramkani ichida, o'zi 24 soat o'zi ramkaga yozib qo'ygan. O'zi ramkani ichida rasm, kartina bo'ladi. Michelangelo, Leonardo da Vinci chizgan Mona Lisalar ramkan ichida yashaydi, to'g'rimi? Lekin yaxshilab ahamiyat beringlar, biz ham ramkan ichida yashayapmiz. Mana ramka, to'rtburchak. Biz haromi, biz iflos deb dunyoga jar solgan 2-3 ta haromi necha yil oldin bu ramkani o'ylab topgan. Biz hammamizni solib qo'ydik yerga. O'tiribmiz, bir-birimizni so'kamiz, boshqa qilamiz, u qilamiz, bu qilamiz, lekin to'g'ri yasha, xotiringni olib chiqma. Po'xuy emasmi? U bari o'zi bilgancha yashaydi. Olib chiqadimi, olib chiqmaydimi, nima qilasan? Qo'y, o'zingga to'g'ri bo'l, o'zingni bilganingni qil. Yo'q, bular bir-birini shu to'g'rilamoqchi bo'lib umr o'tib ketgan. Mana kecha achkichilarni gapirdim. Единственный maqsad ko'zlangan edi. Men yetkazib bera oldim. Hazilomuz qilib gapirib bo'lsa ham, do'stlar, ko'zinglarni ochinglar. Menga kelgan xabarlar chet mamlakatlardagi o'zbeklar, 8 yil, 10 yil oldin ketgan o'zbeklar menga yozyapti azizaki. Toshkentda qizlar shunaqa muomalali bo'lib ketganmi? Shunaqa sansirab gaplashyaptim pervestechnik bilan. Sizlar shunchalik pul berib qo'ydinglarmi? O'zbekning bolalari shunaqa uzru xarab bo'lib qoldinglarmi degan aka-ukalar uchun bu pastanovaligini, bu yolg'onligini, Toshkentdagi hayot, O'zbekistondagi hayot bunaqa emasligini, aksar holatlar bu yerda bo'rttirilgan, uyushtirilganligini men donesti qilmoqchi bo'ldim. Chista o'shalar uchun. Shu bizani haqqimizda yomon fikrga borib qolishmasin. Biz yemagan somsaga pul to'lamaylik. Men zalga keldim, mollar. Xohlasanglar birga kiramiz zalga.